Selamünaleyküm. Hürmetli xaridorlarımız, yine Xudo xolasa büyük furamız ham geldi. Erten bozora çıkaramız, zor vereceğimiz geldi. Yaxşımısınlar, selametmisizler? Yangiliklerimiz yine paltarolar geldi, kalın. 1,5 kişilik dedim bana. Bunlar tozara sütkeler geldi. Bunlar gözetmedik. Yine bir de yangi brendli naborlarımız geldi, 550 bin so'm. Yine. Sivetleri var mı? Sivetler var, şu dahşat sivetleri geldi bana yine. Yengeliklerden 550 bin so'mlar. Başka rasütkeler asılmadılar köpözlerimiz. Kiralıklar yine 280 bin so'm skitke yapıyorduk. Ha, yine. Görgenlerinizden zakonolik tuttu. Sivetleri dım köp bunu. Har xil sivetde kamerada bir joy görgene o'xshab edi. Maslahatim magazine kelib turib ko'rishlaringizni tavsiya etaman. Telegramdan o'zlarini yozsangizlar baholarni aytib beradilar. Magazinda dim assortiment dim ko'p. Hali buni yorisi hali oyunda hali astasdan asyatıllar. Görgenlerinizden dim ko'p. Bu neler üstüne basar adam. Görgenleringiz. Sivetleri. Ama okan bu, appa bakan bu lekin. Pastellerga üstün kayağa? Pastellara qaysi birisini göstersangiz xili ko'p bede pastellari. Eng zo'rini göstering, necha gelin alaman degan Nasıl ekanlar. so'ragan bo'lsa. Joy kapalak aytdim 280 bin so'm bahosi. 280 bin so'm. Sonra yana bir pastelimiz geldi, 320 bin so'm adım zo'r bular materiali. 220 bin so'm. Orijinal, yemin beradi orijinali. 220. Gelesizler yana gelişip beramiz. Bir de nene köy bir de ses saramız geldi 150 bin so'mdan. 150 bin so'mdan her kil süvetra sütkeri. 300 bin so'mdan. Ha, gülle. Lep. 2 kil süveti geldi. Yetişkinlerimiz geldi yani. Bular ham zo'r bahası. Bahasını görüp aytıp berishim kerak bular bahasını. Yangilik köp. Yangilik ko'p magazinda baholar rastasdan chiqadi. Videoni oxiridan ko'rsangizlar, xudo xolasa aytib beramiz. Plantisalar ismi ming xil vaz bor magazin ichida. Ko'p. U bani plantisalar so'ravadilar. Bani plantisalarining ham sivetlari dim ko'p. Bular bahosi qanday? Bani plantisalar 70 ming so'm hammasi. Bo'ldi. Bizlar obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, naytada olsangiz yana kelishtirib beradilar. Sivetlari dim ko'p ina. İbalar ham salt beradilar. Podarishniy bo'ladigan bo'lsa, korobkalar bor. Korobkalar turlari ko'p. Bani plantisaning ham ko'rganingizdek turlari ko'p. Baholarni so'ravadilar. 470 ming so'm ekan. Ko'rganingizdek. Qo'y bo'la o'tirganlar bo'lsa, tavsiya etamiz. Sivetlari bor, har xil siveti bor, original narsalar. Do'qilgan. Bu üçgeni, şular mı yaşıyor? Bir de turlari bor, har xil turlar. Ko'rganingiz. Mebellar üstüne düşüden bomba değerleri 360 ming so'm, turistiki. Buni arzoni qimmati bormi? 260 ming so'm. Bu 260 ming so'm. Ko'rganlaringizdek, ichib olsa, ichindagi ham to'shni o'zini sunni. Assortiment dim ko'p bularda. Xudo xolasa qo'yamiz asta-asta videosini, rasmini. Maslahatim magazin o'zina kelinglar. Nechun sifatini, boshqasini o'zinda ko'rasizlar.